Assalomu alaykum azizlar. Bu videoni bosganingiz uchun sizga alohida rahmat. Aynan bu videodan maqsad sizga ozishga, sog'lig'ingizni yaxshilashga yana bir motivatsiya berish, o'z tajribamdan, yo'lim bilan bo'lishish va albatta men qilgan xatolarni sizlar ham qilmasliginglarni oldini olish. Ishonish juda ham qiyin, lekin bir necha yillar oldin men mana bunaqa ko'rinishda bo'lganman. Ochig'i 13 yoshimdan beri ortiqcha vazn bilan kurashib kelyapman va shuncha yillar davomida men turli xil juda ham ko'p dietalar tutib kelganman. Shu dietalar orqasidan juda ham qiynalganman va oxir oqibat o'zimga mos tushadigan hamma narsa yeb turib dietalarsiz, cheklovlarsiz ozish usulimni topmagunimcha men bu ortiqcha vazn bilan xayrlasha olmaganman. Meni ismim Turayeva Sevara, xalqaro diplomga ega nutritsiologman. Xalqaro nutritsiologlar va health coachlar assotsiatsiyasi a'zosiman. O'zbekiston Valiologlar assotsiatsiyasi a'zosiman va mingdan ortiq ayollarga stresssiz, cheklovlarsiz, dietalarsiz ozishga yordam bergan insonman. Va o'zim men yoshligimdan beri hech qachon ozg'in bo'lmaganman. Buning sababi oddiy, barchamiz eshitganimizdek, meni oilamdagilar ham, meni genetikamda ham ozg'inlik yo'q. Atrofimdagi hamma deyarli ortiqcha vazn bilan deb o'zimni ovutsam bo'lar edi va ortiqcha vazn bilan hech qanday kurashmasam bo'lardi. Go'yoki meni qarindoshlarim aytgandek, harakat ham qilma, baribir ozolmaysan deb aytishar edi. Lekin men boshqa yo'l tutishga harakat qilganman va boshqa yo'l tutishga qaror qilganman. Sababi sog'liq, ortiqcha vazn, o'zimni yomon his qilishim menga juda ham ko'p muammolar olib kelardi. Nafaqat sog'liq taraflama, balki baribir qiz bola bo'lganman, o'zimga qiz bolalar, ayol kishilar o'ziga boshqacha oro berishni va chiroyli bo'lib yurishni xohlashadi va aynan shu istak niyat bilan ham men ozish yo'liga kirishishga harakat qilganman va nutritsiologiyaga desa ham bo'ladi, birinchi qadamini bosganman. Ochig'i o'smirlik paytimdan beri ozg'in qizlarni yoki internetda agar esingizda bo'lsa, aynan mana shu 2015-13-yillar atrofida juda o'ta ozg'inlik qanaqadir urfda bo'lgan va internetda ham ozg'ingina qizlar har doim ko'p chiqishardi va ularni chiroyli deb ko'rsatishardi va natijada fikrda ham, yosh qizlarning fikrlashida ham vau, mana shunaqa chiroyli bo'ladi deb bo'lardi va natijada tushunyapsizlar, mana men 13-14 yoshli kichkina qizchaman va ana shunaqa judayam ozg'in bo'lgan qizlarni ko'rib o'zimda juda katta komplekslar paydo bo'lishni boshlashgan va men ozishni juda ham xohlaganman. Chunki baribir sinfdoshlarning orasida ham o'zingizni noqulay his qilasiz. Ko'pchilik ozg'inroq menga nisbatan va bu narsa odamni ochig'i juda xafa qilar edi va o'sha paytlar agar esingizda bo'lsa, Odnoklassniki degan ijtimoiy tarmoq bo'lar edi va u yerda maxsus gruppalar, kanallar bo'lardi. Endi asosan u yerda kontent ruscha bo'lardi va u yerda 40 kilogramm yoki похудение yana qanaqadir balobatlar bo'lgan kanallar, gruppalar bo'lardi. Aynan mana shunaqa kanal va gruppalarga qiziqib, o'sha yerdagi qo'ygan juda ko'p dietalarni qarab tutib ko'rishga harakat qilganman. Chunki 12-13 yoshli qiz qayerdan yana ma'lumotni olsin? Albatta internetdan. Qayerdan ozishni o'rgansin? Albatta internetdan. Ana o'shanaqa gruppalarda turli xil dietalar tutilardi va meni birinchi tutgan dietalarimdan biri hozirgacha eslayman, bu shokoladli dieta bo'lgan. Siz kuni bilan faqat 1 plitka yoki 1,5 plitkami, shu 1 plitkalar atrofida shokolad yeyishingiz mumkin. Albatta juda ham mazali menga tuyulgan, chunki men shokolad sevaman, shokolad shirinliklar meni jonu dilim, umuman ulardan voz kecha olmayman va ana o'sha dietam menga tushadi, men qilaman deganman. Albatta mazali, lekin kuniga bitta plitkaga kimni qorni to'yadi? Hozir qornim to'ymaydi. Ayniqsa o'smirlik o'sayotgan organizm uchun bu umuman yetarli ovqat emas. Bitta shokoladga albatta to'ymasdim va u dietani buzib tashardim. Keyingi dieta bu tarvuzli dieta. Yozbob, zo'r dieta. Ovqatni o'rniga faqat tarvuz yeysiz. Lekin qanaqa tarvuz? Unga qanaqa to'yasiz? Yana bir bor takrorlab o'taman, o'suvchi organizm uchun bu juda xavfli dieta bo'lgan. Aytganimdek, yaxshi ham men irodasizroq insonman. O'smirlik paytim yana ham ozgina ko'proq bo'lgan. Mana ovqatga nisbatan irodam hozir deyarli yo'q.
lekin men buni bir kundan ortiq tutolmaganman. Va uchinchisi eng kulgili diyeta hozirgi yuqorida aytib o'tgan diyetalarni hech bo'lmasa bir kun tutolganman. Eng zo'r diyeta bu 3 qoshiq diyetasi bo'lgan. Xohlagan ovqatingizni yeysiz, zavtrak, obed, ujinga, lekin 3 qoshiqdan. Hozirgacha esimda oyim o'sha kuni mosh kichiri pishirgandilar. Men mosh kichirini juda ham sevaman. Va aynan mana shu mosh kichirini, vau, xohlagan ovqatimni yeyman. Faqat mosh kichiridan 3 qoshiq yeyman deganman. 3 qoshiq yeganman. 5 minutdan keyin yana qaytib kelganman, yana 3 qoshiq yeganman, yana 3 qoshiq yeganman. Natijada bir porsiya mosh kichirini yeganman. Shu bilan bu diyeta yarim kunga ham bormagan. Shundan keyin yana bir 5 yil davomida men ozishga qanaqadir go'yoki uringandek bo'lganman, lekin baribir bu unaqa urinish ham deb bo'lmaydi, sababi yosh qizman, qila olmaganman ochig'i. O'zimcha diyeta tutardim, 1-2 kun uzog'i u yog'iga chidolmas edim va ko'rib turganingizdek, tushunib turganingizdek, diyeta qilardim. Diyetadan diyetagacha yashaganman. O'sha payti ham, mana o'ylab ko'rsam hozir yosh qizchaga bu prosta miyaga sig'maydigan narsa-da. Qiynalganman, lekin ozishni o'rniga vazni faqat ko'payaverardi. Albatta, diyeta tutaman bir kun, keyin bosib yeyman ertasiga, chunki qorin ochardi. Va vaznim sekin-sekin o'sishni boshlaydi. Yana sal kattaroq bo'lishni boshlaganimdan keyin maktabni bitirib litseyga kirganimda aqlliroq, yaxshiroq diyetalarni tushunib yetganman, tutishni boshlaganman, chunki bilardim, unaqa o'sha och yursam menga to'g'ri kelmaydi. Chunki institutga kirishga tayyorgarlik, institutga kirishga abituriyentlik davrimizda albatta to'yimliroq yurish kerak, bo'lmasam holsiz bo'lib qolaman, charchab qolaman, dars qila olmayman deb unga sal adekvatroq yondashishga harakat qilganman. Shuning uchun ovqatlar yesa bo'ladigan diyetalarni tutishga harakat qilganman. Birinchisi bu keto diyeta bo'lgan. Keto diyeta hozir juda urfga aylanyapti, aynan O'zbekistonda. Lekin aslida bu ancha yillar oldin bor diyeta hisoblanadi. Siz uglevodlarni mutlaqo chiqarib tashlaysiz ratsioningizdan. Hech qanaqa uglevod yemaysiz. Non, pon, un, guruch, grechka va shunga o'xshash biz har kuni yeb yuradigan, o'zbek oilasida yeyiladigan va pishiriladigan mahsulotlarni mutlaqo yo'qqa chiqarib tashlaysiz. Natijada o'zbek milliy taomlaridan deyarli hech qanaqa ovqatlar qolmaydi. Birinchidan uglevodlar kam. Qiynalasiz. Bu haqiqatdan ham qiynalasiz, chunki bu umuman biz o'rganmagan diyeta va biz uchun o'rganmagan mahsulotlar. Ikkinchidan bu juda ham qimmat. Bunga alohida bozorlik qilish kerak. Sizni yeydigan aksariyat mahsulotlaringiz bu oqsillar va yog'lar. Oqsillar, yog'lar esa bu go'shtli, baliqli mahsulotlar, bu saryog'lar, bu avokado, bu qimmat bo'lgan mahsulotlar. Va natijada o'rta hol oila uchun bu o'ta qimmat diyeta hisoblanadi. Chunki o'rta hol oilada siz ham hammaga ovqat pishirishingiz kerak, ham o'zingizga yana alohida mana shunaqa qimmat mahsulotlardan ovqat pishirishingiz kerak. O'sha payti balki o'sha qizli paytimda bu normal deb hisoblanar balki. Endi ota-onangiz nimadir qilib bo'lsa ham sizga yetkazib berishga harakat qiladi. Lekin baribir to'g'ri tushunish kerak. O'rtacha O'zbekiston sharoitidagi o'rtacha kelinlarni alohida bozorlik qilishi bu hamma ham bu narsani normal, to'g'ri qabul qilmaydi va hammaning ham bunga sharoiti yo'q. Yana bir aytgandek, yog'li bo'lgandan keyin yog' mahsulotini ko'proq iste'mol qilganingiz uchun bu ozgina ko'ngilni aynitadigan diyeta va men bu narsani juda yaxshi sezganman mana shu keto diyetada. Demak, keto diyetani men uzoqroq tutganman. Menimcha 10 kunlar atrofida, lekin baribir qiynalganman. Shu bilan to'xtatib yuborganman, chunki baribir guruch yegim keladi, kartoshka yegim keladi, sabzavotlar yegim keladi va men mutlaqo bu diyetani to'xtatib qo'yganman. Keyingi men tutgan diyeta bu oqsilli diyeta bo'lgan. Oqsilli bo'lardi, keyin tyukan bo'lardi, yana boshqacha diyetalar. Ya'ni u diyetalarning asosi o'sha siz ko'proq oqsil iste'mol qilishingiz. Oqsil juda zo'r mahsulot. Bu bizning organizmimizning asosi ham desa bo'ladi oqsillar, lekin agar ular normada iste'mol qilinsa. Men esa oqsilli diyetada norma emas, normadan oshirib yeganman va natijada butun mana bu joylarim, tanam, orqa qismlarim, ozgina yuzimga toshma bo'lib ketgan.
nima deb o'ylaysizlar? Albatta bu oqsilga yuqori, juda ko'p oqsilga bo'lgan tanamning reaksiyasi bo'lgan allergiyaga toshib ketgan. Qizli oqsilli diyetalar va oqsilni juda ko'p iste'mol qilish o'zini asoratlarini olib keladi. Birinchidan bu allergiya va men bu allergiyani ketkazish uchun ancha uzoq payt kurashganman. Allergik holatlar bo'lishi mumkin va bundan tashqari buyrakka ham katta zarari bor agar siz oqsilni keragidan ko'p iste'mol qiladigan bo'lsangiz. To'yasiz ha, lekin sog'liq uchun juda ham xavfli va zararli. Va ikkala diyetaning ham, ketoning ham, oqsilli diyetaning ham asoratlaridan biri bu holsizlik. Nimani hisobiga? Chunki uglevodlarni hamma yomon deb juda ko'pchilik aytadi, lekin bu mutlaqo noto'g'ri. Nimani hisobiga? Chunki uglevodlar bu bizning tanamiz oladigan energiyaning eng katta manbai. Organizm 50% atrofida aynan uglevoddan energiya oladi va siz shunda olasizki, uglevodlarni yo'q qilib yuborasiz, organizm keyin qiynalib u energiyalarni yog'dan oladi, zo'r xo'sh iste'mol qilayotgan yog'ingizdan oladi. Lekin bu o'sib borayotgan va sog'lom organizm uchun umuman buni keragi yo'q. Uglevodlarni normada yeydigan bo'lsangiz va normalniy murakkab uglevodlarni asos qilib oladigan bo'lsangiz, hech qanaqasi uglevod bu zararli emas. U mutlaqo teskarisi faqat va faqat sizning foydangizga va o'zingizni yaxshi his qilishingizga ishlaydi. Demak, har qanaqa diyetaning ham o'zini asoratlari bor. Chunki siz yetishmovchilikda bo'lasiz, uglevodlardan ham, uglevodli mahsulotlardan ham siz yetarlicha vitamin, minerallarni ola olasiz. Shuning uchun ularni yo'q qilib tashlash bu noto'g'ri. Va xuddi shunaqa aytmoqchimanki, har qanaqa diyetaning ham o'zining mumkin bo'lmagan holatlari mavjud. Misol uchun agar biz tagiga olib qaraydigan bo'lsak, keto diyetaning tarixi shunaqaki, u aslida epilepsiyasi bor bolalar uchun o'ylab topilgan diyeta bo'lgan va u meditsinskiy protokol hisoblanadi. Ya'ni tibbiyotda aynan qaysidir insonlar uchun, qaysidir kasallikka chalingan insonlar uchungina yaralgan diyeta hisoblanadi. Va u misol uchun yuragida, jigarida muammosi bor insonlar uchun mutlaqo mumkin emas. Bundan tashqari homiladorlar va emiziklilarga ham, ayniqsa homiladorlarga ham uni iloji boricha tavsiya qilishmaydi. Qizlar shuniga juda katta e'tibor qaratinglar. Oqsilli diyetalar ham aytgandek yuragida muammosi bor insonlar uchun mumkin emas. Va bundan tashqari har qanaqa diyetaning ham o'zini asorati bor. Chunki siz nimadirni cheklaganingiz sababli u narsani siz cheklaysiz va o'sha mahsulotni orqasidan keladigan foydali mikroelementlarni, makroelementlarni siz olmaganingizdan keyin organizmda yetishmovchiliklar boshlanadi. Shuning uchun qizlar, diyetalar bu mutlaqo yaxshi narsa emas. Shu bilan keyin yetib borgan mana bu qizchaning kallasiga diyeta tutmay sevar. Qo'lingdan kelmaydi. Qiynalasan. Sog'lig'ingni kechirasizlar qizlar bir joyingga tiqib yuborasan. Chunki ochig'i diyeta tutganimda, adashmasam 16 yo 17 yoshlarimda shu institutga kirishimdan oldin diyeta shu darajali qattiq diyeta tutganmanki, hayzim ham yo'q qolgan. 2-3 oy hayz ko'rmaganman va bu bilasizlar ayol kishi uchun, qiz bola uchun ham, ayol kishi uchun ham bu juda katta signal, organizmi qiynalyapti degan. Va ana o'shanda tushunganmanki, yo'q, stop. Diyetalar meni yaxshilikka olib kelmaydi, sevar boshqa yo'l topish kerak deb. Vaqt o'tdi, mayli keyin ozaman deb o'tganman. Institutga o'qishga xudoga shukr kirganman va aynan o'sha yerda yana boshlaganman. Yo'q, ozishim kerak, ozmasam bo'lmaydi. Endi institutga kirgan xonimcha bo'lib, albatta chiroyli kiyingiz keladi. Endi baribir boshqacha paytda, talabalik. Shuning uchun yana diyetalar boshlaganman va ochig'i qizlar, diyeta tutaman, yuraman, diyeta buzaman, yer tashiyman. Diyetada tashagan vaznimni yana yig'ib olaman va yana diyetalarga qaytib boraman. Natijada mana bunaqa doiradan chiqib keta olmayman. Mana shu qafasdan, diyetalar qafasidan umuman chiqib keta olmaganman. Va o'tirib o'sha paytda yana nima qilsam bo'lar ekan deb o'qib izlanib to'g'risi qizlar juda chuqur aynan ozish mavzusiga juda chuqur kirib ketganman. Aynan o'shanda men bitta usul topganman. Go'yoki koridor oxiridagi chiroq bo'ladi-ku, ana o'shanaqadek menga ko'ringan
juda ham zo'r usul deb ko'ringan. Bo'ldi, bu meni ozishga oxirgi urinishim deganman. Chunki yon atrofimdagi hamma menga xolalarim, oyim, buvim, qo'y sevar, oz olmaysan. Genetikadan, oilangdan tashqariga chiqib ketolmaysan. Baribir shunaqa ortiqcha vaznli bo'lasan. Bizning genetika, bizning poroda shunaqa deyishgan. Mayli, shu oxirgi meni urinishim deganman va aynan o'shanda oxirgi marta men kaloriya defitsiti usuliga qadam qo'yganman. Aynan kaloriya defitsit usulini men o'qib chiqqandan keyin va bu narsani tushunib yetganimdan keyin men shu narsaga amin bo'lganmanki, bizni ozdiradigan narsa bu alohida mahsulotlar emas. Bu uglevodlar emas, bu kartoshka emas, bu makaron ham emas. Bu aslida ovqatlarning miqdori. Ya'ni siz bemalol ana o'sha hamma zo'r deb aytadigan kerak bo'lsa tovuqdan ham yoki boshqa narsadan ham semirib ketishingiz mumkin va kerak bo'lsa ana o'sha kartoshka yoki makaron yeb turib ham ozishingiz mumkin. Eng muhimi bu miqdor. Aynan kaloriyali defitsit usulini men o'qiyotganimda, tushunayotganimda va o'zim mutlaqo mana shu nutritsiologiya, dietologiya sohasini o'qiyotganda men shu narsani tushunganmanki, aynan mana shu shuncha yillar davomida tutilgan dietalar aslida menda juda bir yomon RPP deyiladi ruschasida, ya'ni ovqatlanish tartibining buzilishi, расстройство пищевого поведения degan muammolarni keltirib chiqargan. Ya'ni mahsulotlardan qo'rqish, voy men buni yesam semirib ketaman, voy men bunaqa qilsam bunaqa qilaman. Va aynan o'sha paytdan qanaqadir bilasizlarmi, ovqat bilan zo'ravonlik munosabatlarida mana shunaqa bo'lganda va bu narsa odamni juda ham qiynaladi. Chunki taqiqlar, uni yema, buni yemali, bular aslida yechim emas. Bular shunchaki vaqtinchalik, ya'ni maska qilib yopib beradi, lekin shu taqiqlar ozgina olib tashlagandan keyin, ozgina yumshagandan keyin siz mutlaqo hamma narsani yeb tashlaysiz. Eng to'g'ri usul bu ozishni sizni o'zingizni hayot ritmingizga aylantirish. Va aynan o'shanda men tushundimki, aslida ozish bu cheklov emas. Aslida ozish bu ovqatga bo'lgan munosabatni ongli ravishga olib kelish. Ya'ni ovqatlarga ongliroq yondashish kerak. Aslida hamma narsa yeyish mumkin, hamma narsa. Muhimi ularni ongli ravishda yeyish va muhimi ularni kaloriyasini e'tibor bilan qaratish. Misol uchun men qachon shu narsani tushunganmanki, mana o'sha paytlar men yogurt ozishda mumkin. Yogurt foydali-ku, chunki yogurtni yeyish mumkin deb aytishardi o'sha PP paytlarida. Va men ba'zida shunaqa holatlar bo'lardiki, va hozir ovqat yeyman, yogurt ichib yuboraman deb. Va mana shu katta butilka yogurt 700 ml. Yogurtni 100 grammida 70 kilokaloriya. 700 ml bo'lgandan keyin 7 ni 7 ga ko'paytiramiz, 49, 490 kilokaloriya bitta yogurtda bo'lardi. Lekin men u yogurtni shundoq qilib ichib tashirdim-da. Bu 490 kilokaloriya aslida to'yimli bir ovqatni, uni pyure bilan go'shtni kaloriyasi, lekin pyure yo'q, kartoshkasi bor deb aytganman va ovqatni o'rniga yogurt ichardim. Vaholanki u yogurtni ichganingizdan keyin siz yarim soatda uzog'i 1 soatda qorningiz ochadi. Lekin normal bitta taom yeganingizdan keyin hech bo'lmasa 3-4 soat siz to'qlik hissini sezib turasiz. Aynan shuning uchun ham mahsulotlarni yaxshi yoki yomonga ajratish kerak emas. Shunchaki ularni kaloriyasiga e'tibor berib, qaratib, ularni balanslashtirib, normalashtirib ovqat yeyish kerak ekan deb tushunganman va bu meni ochig'i hayratga solgan, miyamni wow darajasigacha olib chiqqan. Va ochig'i aynan mana shu usulga chuqurroq kirishim meni ovqatga bo'lgan munosabatimni ovqatga emas, shunchaki hayotga hatto bo'lgan munosabatimni mutlaqo o'zgartirib tashlagan. Aynan o'shandan boshlab men hayotimdagi mana shu ovqatlardagi cheklovlarni olib tashlaganman. Yashash ancha osonroq bo'lar ekan. Chunki sizda psixologik o'zingizni qiynash, uni yema, buni yema bo'lmaydi. Bundan tashqari o'ziga alohida ovqat pishirishdan qutuldim. Undan tashqari dugonalarim bilan, o'rtoqlarim bilan qaqadir borishga, to'y marosimlarga, tug'ilgan kunlarga borishdan bosh tortishlar yig'ishtirildi. Chunki bemalol endi hamma narsa yeyishni o'rgangan edim. Mazza qilib kafelarda uy ovqatlarini yeb turib, men atiga 6 oyda 25 kilogramm ozganman. Hech qanaqa cheklovlarsiz, hech qanaqa dietalasiz, har kuni shirinliklar yeb turib. Va to'g'risi men o'sha payti yig'lab yuboradiganman. Nimaga? Chunki shuncha yillar davomida o'zingizni qiynab, boshqa bir usul qilib yurardim-da endi dietalar.
aslida hammasi juda ham oson ekan. Hamma aytganchalik ozish qiyin yoki mutlaqo nima deydi, qilib bo'lmas narsa emas ekan. Xulosa shunaqaki, aslida siz ozish uchun sizga alohida ovqat pishirish, alohida bozorlik qilish, qiynalib cheklovlarning keragi yo'q. Shunchaki siz nima qilishingiz kerak? Bu magazinga kirayotganingizda mahsulotlarning orqasida etiketkasiga qarab kaloriyasiga e'tibor berish. Ya'ni qancha kaloriya bor ekan unda. Keyin o'z individual normangizni aniqlash. Har bir insonni o'zini yoshi, bo'yi, vazniga, kunlik aktivligiga qarab o'zining individual normasi bor va aynan mana shu individual normani aniqlash. Oqsil, kletchatka, yog', uglevodlar haqida yetarlicha ilm olib, ularni to'g'ri balanslashtirib, to'g'ri ratsion tuzish. Normal, to'yimli ovqatlarni iste'mol qilish ozish uchun yetarli ekan. Allambalo choylar, kofilar, detokslar, dorilar, ukollarning aslida keragi yo'q ekan ozish uchun. Shunchaki ozgina bosh bilan, ozgina o'qib izlanib, ozgina mana bu oshqozon bilan do'stlashib olsa bo'ldi ekan. Ozishdan oson narsa yo'q ekan. Mana shunaqa qiyinchiliklarni boshimdan o'tkazganimdan keyin va hozirgacha internetga qayerga qaramasangiz juda ko'pchilik faqat dieta orqali yozish kerak, faqat cheklov orqali yozish kerak, faqat ozish uchun alohida qanchadir mablag', pul sarflash kerak deb aytgani uchun men o'zimni maqsadimni ayollarga, insonlarga, qizlarga oson ozish usulini tushuntirib ko'rsatish maqsadida men ijtimoiy tarmoqlarda bu haqida postlar, videolar joylashni boshlaganman va chuqurroq ilm izlash maqsadida men shu sohada o'qib, Xudoga shukr, mana shuncha ayollarga yordamim tegyapti. Albatta bu Xudoning yordami bilan, lekin albatta mana shuncha insonlarning hayoti o'zgarishiga sababchi bo'lganman va meni eng asosiy maqsadim bu ayollarga, qizlarga hech qanaqa cheklovlarsiz osongina o'zlariga zarar yetkazmagan holda sog'lom ozishni o'rgatish. Sizda esa ozishda qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa mavzularni keyinroq yoritib berishimni xohlaysiz, o'zingizlarni ozish hikoyanglarni, dietalar, qanaqa dietalar tutganinglarni albatta men izohlarda, kommentariylarda sizlarni kutaman. Hammanglarni birma-bir o'qib chiqaman, javob beraman. O'ylaymanki, bugungi video sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi. Sababi aynan mana shu YouTube kanalimni ham, Instagramni ham, Telegramni ham asosiy maqsadi va yuritishimning sababi bu ko'proq ayollarga va qizlarga foyda berish. O'ylaymanki, bugungi video juda ham foydali bo'ldi. Savollaringiz qolgan bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Keyingi videolar qanaqa uslubda, qanaqa mavzularda bo'lishini xohlasanglar, albatta yozib boringlar. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.